Assalomu alaykum qadrli winnerlar. Winners Academy o'quv markazimizda yana bir ajoyib natija, overall 7,5. Keling ushbu natijani qayd etgan winnerimiz bilan tanishamiz. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Jo'rayeva Xadicha. Winners Academy o'quv markazida ustozlarim Ilhom aka va Maftun opa Safar Murodovalarning IELTS guruhlarida 1 yil o'qidim va shu natijaga erishdim. Xo'p, keling endi sectionlar bo'yicha gaplashamiz. Reading nechi? Reading 8,5. Listening 9. Bu natijaga qanday erishding? O'qituvchilarimning doimiy qo'llab-quvvatlashi va doimiy praktika sabab aynan shu natijaga erishdim. Xo'p, o'sha natija o'zing kutgandek bo'ldimi? Albatta, IELTS ga tayyorlanishni boshlaganimdayoq 7+ natijani qo'lga kiritishni xohlaganman va aynan o'sha natijaga erishdim. Winners'ni tanlaganingga 3 ta asosiy sabab. Birinchi sababi Winners Academy o'quv markazi o'zining ko'p yillik tajribaga ega o'qituvchilari va intizomli o'qitish tizimi bilan mashhur. Shu bilan birga do'stlarim menga taklif qilishgan, shu sababdan Winners Academy o'quv markazini tanlaganman. Agar siz ham xuddi shunday yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, Winners Academy eshiklari siz uchun har doim ochiq.